Memleketlik Siyasi Kengash Tashqi ishlar komiteti Amerikaning atalmış 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotning to'liq teksti tovandikicha. Amerika Jongoning qat'iy qarshi turishiga parvo qilmay, shu joy vaqti 6-oyning 17-kuni atalmış 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirdi. Bu Jongoning ichki ishlarga ig'ir aralashganlik, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosi mizonini qo'pollik bilan dafsanda qilganlik. Biz bundan qattiq g'azablanamiz ham qat'iy qarshi turamiz. Jungo bilan Amerika ikkili taraf terrorizmning ziyonkashligiga uchrag'uchi. Terrorizm insoniyat jamiyatining o'rtaq dushmani. Terrorizmga zarba berish, asabiy ideyaning singib kirib yamirishini to'sish Jungo bilan Amerikaning o'rtaq mas'uliyati. Shinjongda kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazi ta'sis qilib, kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya xizmatini ishlash, terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish ko'rishini qonun bo'yicha qanot yaydirish, terrorlik qilmishlarining ko'p uzilmay yuz berish vaziyatini unumli to'sib, xalqimizning hayotlik huquqi, yashash huquqi va taraqqiyot huquqini kapolatlantirib, Shinjongdagi har millat ommaning umumyuzli qo'llashi va xalqaro jamiyatning yuqori bahosiga erishdi. Xalqaro terrorlikqa qarshi turish ishlariga muhim tuhfa qo'shdi. Amerika Jungo bilan bir safda turib, terrorizmga birlikda zarba berishi kerak edi. Ammo Amerika atalmış kishilik huquqnoma bilan Jungoning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish tirishchiligiga zaharxandalik bilan hujum qilib, terrorlik kuchlariga og'ir xato signal berdi. Biz buningga qat'iy qarshi turamiz. Navbatda Shinjongning jamiyati inoq, muqim, iqtisodiy davomli taraqqiy qilib, xalq xotirjam yashab, xo'shal-xo'ram ishlab, tarixdagi eng yaxshi gullanish, taraqqiyot mazgilida turmoqda. Shinjong zo'ravonlik, terrorlik jinoyatlariga qonun bo'yicha qattiq zarba berish bilan bir vaqtda har qaysi millatlarning o'xshash huquqdan bahramand bo'lishi, o'xshash majburiyatni ado qilishini kapolatlantirishga intayin ahamiyat berib, dinga e'tiqod qiladigan ommaning normal diniy ehtiyojini qonun bo'yicha kapolatlantirib, dinga e'tiqod qiladigan ommaning urf-odatiga hurmat qildi. Amerika kishilik huquqni qo'g'dashni dastlab qilib, zo'ravon terrorchi kuchlarni o'z mayliga qo'yib berib, qo'llab, uni Jungoga besim ishlatish quroli qilish, Shinjongning gullanishi, muqimligiga ziyon yetkazish, Jungodagi millatlarning ittifoqligiga buzg'unchilik qilish, Jungoning taraqqiy qilib zo'rayishini cheklashga o'rinavatadi. Bu butunlay chotni xato soqqanlik, hisobni xato qilganlik. Jungo xalqi alvoslardan qo'rqmaydi, bid'atlikka ishonmaydi. Har qanday tashqi besim butun mamlakatdagi har millat xalqining teximizich ittifoqlashib, terrorizmga davomli kuchlik zarba berib, Shinjongning muqimligini qat'iy tavaranmay qo'g'dishiga to'sqinlik qila olmaydi. Jungo millatining ulug' gulinishini ishga oshirish musofasida tarix chog'ining hayvat bilan ilgarilishini har qanday kuch to'sib qala olmaydi.